Qaymoqdek yoliqqina mazali qatiq ivitmoqchi bo'lsanglar, shu videoyimni bitta ko'rishinglarni maslahat beraman. Sut ovutganinglarda ham iloji boricha sariqligiga e'tibor beringlar. Sap-sariq sut bu yog'liq sut hisoblanadi. Uni qaynatishga qo'yib olamiz. Ko'piklarini olib tursak, toshib ketmaydi qaynaganida. Yaxshilab qaynatib olamiz bitta. Keyin sovutishga qo'yib, ustidagi qaymog'ini olamiz. Sutni iliqligiga qo'lingizni solganingizda kuydirmaydigan issiqlikda bo'lishi kerak. Yarim cho'mich sutga yarim choy qoshiq qatiq solib aralashtirib olamiz. Olib qo'ygan qaymog'imizni qatiqlarimizni ustiga solib chiqamiz. Bankalarni qopqonlarini yopib, iloji boricha qalin sochiq dasturxonlar yordamida sutni yaxshilab o'rab qo'yishimiz kerak, sovib qolmasligi uchun. Va 3-4 soatga tindirib qo'yamiz. 3-4 soatdan keyin olib tekshirib ko'ramiz. Mana qatiq bo'lib qotganligi bilindi va 2 soatga xolodilnikga qo'yamiz. Qatig'imiz tayyor.